Xush kelibsizlar Bekalife kanalimizga. Hammaga xayrli kun. Bugungi rolikda ozish uchun muhim bo'lgan faktorlardan biri metabolizmdir. Shu haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Metabolizm bu organizmdagi modda va energiya almashuvidir. Har bir insonda o'zini individual metabolizmi bo'ladi. Metabolizm bir nechta faktorlardan iborat bo'lib, bu odam yoshidan, genetikasidan, yeydigan ovqatidan, kunlik qiladigan ishidan va kunlik harakatidan bog'liq. Juda muhimi metabolizm, ya'ni o'sha modda almashuvi organizmning umumiy sog'lig'idan bog'liqdir. Bu degani, agar limfa bezlari yoki oshqozon osti bezlari, tuxumdon, buyrak yaxshi ishlamasa, bu ham semizlikka olib keladi. Agar siz ozishni niyat qilib boshlamoqchi bo'lsangiz, undan oldin bir doktorga ko'rinib, vrachning maslahatini olganlaringiz yaxshi. Metabolizmni qanaqa qilib rivojlantirish organizmga, qanaqa qilib nimalar kerakligini yoki nima iste'mol qilish kerakliklarini keyingi roliklarda ko'rsatib o'tamiz. Bunga shu sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga sog'lik, salomatlik. Xayr.